yosh bog'bonlar daraxt kesishda juda katta ko'p xatolikka, ya'ni qo'pol xatolikka yo'l qo'yadi. Qaranglar. Daraxt kesish bunaqa bo'lmaydi. Bu hali navqiron yosh daraxt ekan. 4 yillik bormi? 4 yillik bo'ldi. 4 yillik. Tanasi 4 yillik, lekin hozirdan bu qartib mevani qiynashni ana qilib qo'ygan. Harakatini qilib qo'ygan. Bunday holatda kesilmaydi. Mana oldingi yilga kesilgan. Qara. Qancha uzun kessangiz mana shunaqa qilib. Mana shunaqa yara bo'lib, zamburug' tushib, kasal tushiradi. Shuning uchun buni tegidan kesiladi. Agar kessangiz, mana shuni ko'rsating. Bu hosil shoxi bor ekan. Hop, mana buni kesaman. Qarang. 5 sm ortishi kesgan. Bu bunday kesilmaydi. Tanaga yaqinroq qilib mana shunday kesiladi. Mana bu tanaga juda ham onunga shikast yeb qo'ymaslik kerak. Ya'ni ona tanaga xalaqit bermagan holda yaqinroq, ona tanaga yaqinroq kesish kerak bo'ladi. Mana uni kesamiz, mana qaranglar buni. Mana. Bunda meva bor ekan, bu yil mevasini ko'rsin. Mana shu meva. Hop, buni ham olib tashlayman tagidan. Olmani qiynamaslik kerak. Iloji bo'lsa mana shuni ham chetdan olaylik. Hop, endi bu payvand qilingan ekan. Yosh kattaroq dehqon bobomiz qilgan, lekin uzun nuda qo'yib qo'ygan. O'tgan yil juda qiynalgan bu. O'rnashish uchun. Buni imkon qadar ikkita kurtak yoki bitta kurtak qo'yib payvand qilinganda, o'tgan yil qilingan ekan, bu yaxshilab o'sib, rivojlanib ketardi. Hozir mana bunday o'suv kurtaklari, barglar yorishni boshlab qopti. Demak, bu o'rnashgan juda ham qiynalgan. Bunga tegmaymiz. Buni kelajagi Xudo xolasa Alloh taolo bersin. Hop, mana buni olib tashlaylik. Mana. Hop, qaranglar. Mana. Olmani sal chiroyli holatga keltirdik. Mana shunday holatda kesiladi. Endi mana unda ham juda ham katta qo'pol xatolik bo'lgan. Qaranglar, hammasida 10 sm, 5 sm kesilgan. Bu olma hech qachon, Murodjon, bunaqa kesilmaydi. Bunaqa kesdingizmi, kasal bo'lib boraveradi. Daraxt kasallanadi. Mana qarang, kesishdi. Bunday kesish bo'lmaydi. Chiroyli kesish kerak. Mana shu bodomni qaranglar. Bodomda ham xuddi shu xatolikka yo'l qo'ygan. 5 sm, 10 sm oradan qo'yib tashlayvergan. Bular bunday kesilmaydi. Ya'ni shakl berilmaydi. Mana buni olib tashlaylik. Mana shuni fevral oylarida qilish kerak, mana shu ishni. Fevral oyi. Ha, hozir martda kesyapmiz. Mana bu yerga bog'bonlar. Mana kesdik. Mana bu yerda darrov suv chiqadi. Ya'ni mana tanani suvi chiqadi. Mana hasharotlar yuribdi. Siz dori ham sepmaysiz, kam sepasiz. Mana shu zamburudi. Mana ko'rsating, yaqinroq kamerada ko'rsating. Mana shu zamburudi pillasi. Mana. Mana shu yerda kasalliklar bor. Darrov mana bu yerga o'tiradi. Mana bu yerga suv chiqqandan keyin buni oziqlanish uchun o'tiradi-da. Mana shu yerda kasallanadi. Ya'ni kelajakda daraxt kasal bo'ladi. Shuni imkon qadar fevral oylarida qilish kerak. Tushunarlimi? Fevralda qilsangiz uyquda bo'ladi, mana qotib qoladi. Qotadi. Ichiga kirib mana shuni yaqin tanani, yaqin kesadigan bo'lsangiz, mana buni so'rilib ketadi, bitib chiroyli bo'lib ketadi. Hali operatsiya qilganda yoki bir joyingizni kesib olganingizda keyinchalik bitib ketadi-yu, xuddi o'shanaqa. Agar chuqurroq kesadigan bo'lsangiz yoki zararlab qo'ysangiz, mikrob tushib qolsa, ancha iring-beylab kasal bo'lib yuradi. To'g'rimi tana? Xuddi shunaqa holatda. Daraxtni ham doim saqlash kerak. Mana bunaqa holat hech qachon kesmang Murodjon. Tushunadimi? Men oraga tegmaymiz, gullari bor ekan, keyinchalik mana shuni tagida olib qo'yasiz. Tushunarlimi? Mana shunday xatoliklarga agrotexnik xato, bu agrotexnik xato hisoblanadi. Hozir biz olmalarni payvand qilamiz. Juda ko'p namunalarni olib kelib qo'yibdi. Xudo xolasa, mana shu bog'ni nazoratini har zamonda bir kelib tavsiyalarimni berib ketaman. Bizning xizmatimiz shundoq. Dehqonchilik qanchalik bizdan o'rgansa,
Men shuncha xursand bo'laman. Yosh dehqonlar, yosh bog'bonlar havas qiladi. Mana hozir uzumini ko'rsatdi. Uzum novda surmagan. Buni kasalini topamiz. Nima uchun novda surmagan? Bu bizning rayonlarda, mana shu bog'da o'tirishdan rayonlarida uzun 5 metr, 10 metr, 8 metrga o'sib ketadi bitta novda. Nimagadir bu ukamizni uzumi novda surmagan. Buni sababini topamiz. Tavsiyalarimni beraman. Bir necha ko'chat beraman deyapman. Olib kelib ekadi. Xudo xolasa uzumini ham yaxshilaymiz, bog'i ham chiroyli bo'ladi. Biz doimiy maslahat beramiz, o'rgatamiz va o'zimiz ham o'rganamiz. Sog' bo'linglar, kuzatishda davom etinglar. Keyingi videolarimizda bitta obunachimiz izoh qoldiribdi, ya'ni fikr bildiribdi. Mevali shoxdan olish kerakmi yo mana bunday o'suv shoxlardan olish kerakmi, novdasidan olish kerakmi degan savol. Mevali mana shular meva beradi. Mana hammasida gulkurtaklar bor. Lekin mana uzun mana 3 ta ko'rib turibsizlar, butunlay boshqacha hop. Mana bunda hech qanaqa meva kurtak yo'q. Faqat o'suv kurtaklari bor. Mana shu kurtaklar bizga kerak bu yil payvand qilish uchun. Mevali kurtaklarni hech qachon olmanglar. Bular mevali kurtak o'rnashish uchun bir yil qiynalib qoladi. Mana 1 yil, 2 yilda yaxshilab o'rnashib, katta bo'lib, novda surib, vaqt bo'lgandan keyin mevaga kirib ketaveradi. Xuddi mana shunday ona tanaga o'xshab hosildor daraxtga aylanib ketadi. Mana shu narsani albatta hamma bilish kerak. Sog'lik salomatlik tilayman. Mana shunday payvand ishlarini zudlik bilan shu kunlarda hammalaringda mana shunday ishlarda iskana payvandlarni qilib olishlarini so'rab qolaman. Vaqt g'animat, tezlik bilan qilish kerak. Mana bunday holatda agar kurtak uyg'onib kattalashib ketadigan bo'lsa, unda unib ketish, ko'karib ketishi, ulanishi qiyinroq bo'ladi. Shuning uchun ham tezlik bilan, zudlik bilan qilish kerak. Mana noklar hali uyg'ongani yo'q, kurtaklar uyquda. Endi uyg'onish arafasiga kelyapti. O'rikda ham bor. O'rikda pastki nodalaridan, o'sha vegetativ nodalardan olish kerak. Izoh qoldiribdi. Hosil shoxlardan qilsa bo'lmaydimi? Nega hosil shoxlardan payvand qilmadingiz degan savol tug'ilibdi. Hosil shoxlardan qilinmaydi. Nimagaki hosil shoxlari gullayman deb o'zidan energiyani sarflab yuboradi. Mana bunaqa hosil shoxlari, masalan, o'rikmi, bodommi, qanday meva olishimizdan qat'iy nazar hosil shoxlari bo'lsa, bu hosil shoxlari, ya'ni gul kurtaklari katta yirik bo'ladi. O'sim kurtaklari kichkina mayda bo'ladi. Uchinchi bo'ladi. Gul kurtaklari to'mtoq bo'ladi, semiz katta bo'ladi. Ikkalasining farqini juda ham ajratib olish oson bo'ladi. Mana shu narsalarga e'tibor berish kerak. Gul kurtakdan qo'yiladigan bo'lsa, u to gullab, tagidan yana barg kurtaklar, novda kurtaklar o'sib chiqqungacha ancha o'zining energiyasini sarflay yuboradi. Shuning uchun ham to'g'ridan-to'g'ri o'suv kurtaklari, ya'ni mana shunaqa barg kurtaklari, barg tagida novdalar unib chiqadi, o'sib chiqadi. Bularda o'suv kurtaklari deyiladi. O'suv kurtaklaridan olinsa yaxshi natija beradi. Biz uchun birinchi vazifamiz darrov hosil qilmaydi bu. 1, 2, 3 yil buni parvarishini qilish kerak. Buni o'stirib, shoxlatib, shamollardan qayirmagan holatda buni tarbiyalab oladigan bo'lsak, ana undan keyin hosilga kirib ketaveradi. Sog' bo'linglar, bizni kuzatishda davom etinglar. Hozirgi mana shu mart oyining oxirigacha ham bemalol iskana payvand ishlarini qilib olishimiz mumkin bo'ladi. Sog' bo'linglar, Tomorqachilik kanalini kuzatib boringlar, bizni qo'llab-quvvatlanglar. Hammalaringga sog'lik, salomatlik, Ramazon oylari muborak bo'lsin. Bizni qo'llab-quvvatlanglar. Yomg'ir yog'yapti. Ayrim ukalarimiz, obunachilarimiz qo'rqoqlik qilib ko'chat ekmaslik kerak. Yaxshi ham ko'chat ekmaganim. Endi Navro'zdan keyin ekaman deb mana shunaqa gaplarni qilyapti. Xafaman shulardan.
tezlik bilan ko'chatni ekish kerak. Bu yomg'ir, hozir bugun Toshkentda qorga aylanibdi yomg'ir. Bu hech narsa emas. Bu qo'rqoqlik. Yer loy bo'lib ketdi. Ko'chat ko'karmaydi, sovugradi, bekor gap. Ekish kerak, zudlik bilan ekish kerak. Bugundan ertaga qo'ymasa ekish kerak. Hozir men mana quvaga ketyapman. Pista ko'chat olib kelaman, kivi ko'chat olib kelaman. Mana shu yerga ekadigan joyim bor, ekaman. Tushunarlimi? Hozir video soобщение qildi. Yaxshi ham ko'chat ekkani, uzum ko'chat ekkani qo'rqyapti. Uzum ko'chat ekkani qo'rqyapti. Ekish kerak, to'xtovsiz har daqiqa g'animat. Sog' bo'linglar, omon bo'linglar, kuzatishda davom etinglar.